Xo'sh, 2 yonga 90 santimetrlik spanlchamiz taqib bo'ldi. Bu tortmalik variantga tagi ochilmaydi, lekin tortmachasi bor ikkita. Klientning xohishiga qarab biz zakazga qarab taqlab beramiz. Ko'pchilik so'raydi, nima uchun sizlarga spanli narxi qimmat? Spanli bir kishilik spanli narxi 750 ming so'mdan eng arzoni boshlanadi. Farqi, misol uchun mana bu spanlchamiz materiali mo'yishi. Misol dog' bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, buni yuvsa bo'ladi. Cho'tkacha bilan yuvib tozalab ketkazsa bo'ladi. Ichiga qo'yilgan gubkasi ham cho'kmaydi. Odam yotgan vaqtiga bemalol yumshoq joyga yotadi, gubkasi cho'kib qolmaydi. Bo'shdagi materialni ham ko'rishlaringiz mumkin, qimmatroq materialdan, lekin yumshoq. Misol mana bu spanlchamiz ham xuddi shunday 2 yonga 90 santimetr, lekin bu bilan razницasi, buni narxi 1.400 ming so'm, buni narxi 1 million so'm. Bunga ham xuddi o'sha narsa ishlatilgan, faqat gubkasi ozgina arzonroq, materiali ham ozgina arzonroq. Buni tagi sandiq bo'ladi. Biz klient xohishiga qarab xohlasa